Birinchi da'vogar Paddy Pimblett jingalak soch qiyosi davom etadimi? Tapuri va Paddy o'rtasidagi dushmanlik 2022-yildan beri davom etmoqda. Dastlab ular UFC London haftaligida otel ichida urushib ketishgan. Bunga sabab Paddy ijtimoiy tarmoqlarda Tapuriyaning vatani Gruziyani haqorat qilgan. Bu dushmanlik ularni oktagon ichida albatta uchrashtiradi. Lekin savol tug'iladi: Paddy Pimblett tayyormi? Bu yigitning rekordi yaxshi, 23 ta g'alaba va 3 ta mag'lubiyat. Ammo UFC'dagi g'alabalar unchalik ishonchli emas. Ayrim janglarda, ayniqsa uning Jared Gordon bilan bo'lgan jangida ko'pchilik uni mag'lub bo'lgan deb hisoblaydi. Ilya Tapuri esa Paddyni ochiqchasiga past baholagan. Bu yigit jiddiy raqib emas, men uni sindirib qo'ymoqchiman deb aytib o'tgan Tapuri. Pimblettning jang uslubiga kelsak, uning kurashi va grappling darajasi yaxshi, jujitsudan belbog'i bor. Ammo tik holatda u biroz zaif. Tapuri esa bilasiz tik holatda juda qo'rqinchli jangchi. Paddy esa janglarini asosan parterda submission bilan yakunlagan. Ammo Tapuriyaning ham bazasi Yunon-Rum kurashi. Unda bu yerda ham ustunlik bo'lishi mumkin. Hozirda Paddy Tapuri uchun haqiqiy da'vogar emas. UFC yaxshigina pul ishlamoqchi bo'lsa, bu jangni tashkil qiladi.